Navbatdagi bemorimiz ayol kishi, 57 yosh. Anamnezidan 3 yil oldin ochiq yurakda aorta koronal shumtirash jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Oradan 3 yil o'tib, bemorda ko'krak qafasida qattiq og'riq shikoyatlari bilan bizning klinikamizga tashrif buyurdi. Bemorni diagnostika qilganimizda, demak, tush suyagining to'liq diastazi aniqlandi. Ya'ni birinchi operatsiyani amalga oshirgandan so'ng qaysidir sabablarga binoan bemorda tush suyagi bitmagan, ya'ni tush suyagini tiklashda qo'llaniladigan po'lat simlari to'liq uzilgan hamda tush suyagining diastaz taxminan 4-5 santimetrgacha. Ya'ni tush suyagining boshidan to oxiriga qadar 4-5 santimetrlik diastaz bor. Shu tufayli bemorning ko'krak qafasi karkasi buzilgan. Bemorda yo'talganida, chuqur nafas olganida, aksa urganida ko'krak qafasida juda ham qattiq og'riqqa shikoyat keldi. Bugungi jarrohlik amaliyotimiz bemorni jarohatni ochib, tush suyagidagi eski po'lat simlarni olib tashlab, qaytadan reosteosintez qilishni rejalashtirganmiz. Kecha bemorimizga koronariy shuntografiya qilganimizda oldinga tikilgan shuntlar, ya'ni aorta koronariy shuntlar hammasi ishlayapti. Shu fonida hozir biz bemorni qaytadan, demak, yumshoq to'qima va oldingi ko'ks oralig'iga dostуп qilib, tush suyagini qaytadan metall osteosintez qilishni rejalashtirganmiz. Demak, reosteosintez jarrohlik amaliyotini yakunladik. Amaliyot davomida shu ma'lum bo'ldiki, po'lat simlarning uzilganligi natijasida, demak, bemorda tush suyagining diastazi hamda shu yerda tush suyagining soxta bo'g'imi shakllangan. Demak, biz bu eski po'lat simlarni hammaligisini olib tashladik. Oldingi ko'ks oralig'ining to'liq sanatsiyasini amalga oshirdik. Tush suyagida hech qanday fragmentatsiya belgilari aniqlanmadi hamda qaytadan reosteosintez jarrohlik amaliyotini amalga oshirdik. Ushbu holatga tushmaslik uchun sizlarga quyidagi tavsiyalarni berib qolamiz. Jarrohlik amaliyotini amalga oshirgandan so'ng 2 oy davomida o'zlaringizni o'ta ehtiyot qilishlaringiz kerak. Quyidagi tavsiyalarga, ya'ni davolovchi shifokoringiz tomonidan tavsiya etilgan ayrim tavsiyalarga qat'iyan rioya qilishingiz kerak. Ya'ni 2 oy davomida ko'krak qafasiga belbog' toqish, og'ir yuk ko'tarmaslik, yonbosh yotmaslik va hokazo. Eng asosiysi 2 oy davomida umuman shamollamasligingiz kerak. Chunki agar shamollasangiz, ayniqsa bu shamollash nafas yo'llari bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, sizda yo'tal paydo bo'lsa, bu yo'tal to'g'ridan-to'g'ri shunday asoratlarga olib kelish ehtimoli juda ham yuqori. Mabodo agar shunga o'xshash tush suyagida og'riq, tush suyagida nostabilligi kuzatiladigan bo'lsa, albatta sizni jarrohlik amaliyotini amalga oshirgan tibbiy maskanga murojaat etishlaringizni so'rab qolamiz.